turizmni yetmayapti, nima desam. Shunda o'tirdilarda, bo'ldi, registratsiyani boshlaymizmi dedilar. Ha, boshlaylar. Manda ozgina yetmayapti dedi. Turizm desam, Firuzachka, вот elektronka men bilmayman, elektronka nima dedi. Давайте elektronka qiling, bular sizga ertaga plastikka ko'chirib beramiz. Voy, berib turasizmi deganman. Keyin ular berdilar 1 sutkaga elektronkaga. Keyin bilsam o'zimizni brilliant elektronkamiz ekanda bu. Вот o'shandan o'tkazdilarda, meni o'sha kuni a'zo qilib qo'limga 2 ta stilka, bitta ochka berdilar. Videoga olingan aytyaptilar menga Mergul xonim. Vor direktor bo'lganda shuni videosini qo'yamiz. Sizni o'sha kuni qanday a'zo bo'lganingizni ko'rsatamiz videoga. Men nimaga ishonganman? O'sha kuni bitta proba qildilar. Stilkani qo'limga ushatib qo'ydilar-da, men bilan gaplashib o'tiribdilar. Yo, birinchi mashq bajartirdilar, bundoq qildik. Qo'lim bostirib, ketdim mamlaqa bo'lib. Keyin ikkinchi marta qo'limga stilkani berib qo'ydilar-da, 5 minutdan keyin kelinglar, yana bitta nima qilaylik dedilar, bundoq qilsalar. Qo'lingiz qalay? Hali oyog'ingizga kiydingizmi? Yo'q, qo'limga. Keyin bir pat bosyaptilar, qimirlamay turibman-da. Hech qanaqa nimada mo'jiza-da endi bu. Voy, Nurgul xonim, menga nima bo'lyapti? Menga qaydan kuch keldi deganman 5 minut ichida. O'shandan keyin bo'ldi, все. Уже bu ispitaliyadan o'tdi deganman-da. O'sha kuni taqib ketganman. Вот menda shunaqa bo'lib, Nurgul xonimni shaxsan o'zlari meni podpiska qildilar. Zibo xonimni taklifi, Feruza xonim, hammamiz biz kolbasa. Bir-birimizga bog'lab berganlar. Meni nastavniklarim O'zbekistonda Feruza Sabitova, Qahramon Haydarov прямой первой линии. Men uchun первой линия прямой. O'sha uchun doim menga anaqa berib turadilar. Kirdingizmi? Kecha ko'rdinglar-ku.